Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana xudo xolos navbatdagi darvozamiz Andijonni darvozasi. Andijonni onasi mana tayyor qoldi onasi. Bu bolasi bu xudo xolasa. Inshaalloh. Mana bu darvoza Xonobod, o'zimiz Namanganni Xonobodning darvozasi. Xudo xolasa polni bu ham ish jarayoni. Hozir bolalar kechasi bilan shogirdlar ishlashgan. Yarim o'rtalar uxlay o'tishibdi, yarim o'rtalar endi chiqishyapti. Xudo xolasa mana darvozalarimiz shpaglovka bo'lish jarayoni. Shuncha bo'raman o'tib yetinli 201 listda. Onli darvozamiz bezilib bo'lgan. Hattoki lazerlargacha bezilib bo'lgan mana. Ko'rib turganingizda. Sababi listimiz 2,5 metr bo'ladi. 248 bosganmiz, xudo xolasa polni bo'yiga bosganmiz. Sifatlar ideal holatda chiqyapti. Mana bu darvoza qaydir darvozasi pechat. Bu manjali Sadriddin aka darvozalari bu, adashmasam. Mana bu darvoza o'sha qo'rqu ko'rinish. Bugunlardan foydalanganmiz. Tepalari ham ideal holatda, xudo xolasa. Inshaalloh bu pechatli darvozamiz, mana bu darvozamiz. Shuni kesaks. Bu ham polni bezilov, pachinli, shanli. Yo, bu Sadriddin akaniki emas bu. Kosonsoy darvozasi ekan. Kosonsoyli aka darvoza ko'pligida esdan ham chiqib qolyapti. Mana bu darvoza mana bularni kesaks bo'lish kerak, adashmasam. Sababi kecha qachqurun 2 gacha ishlandi. 2 gacha ishlab shogird ishlar tushuvdi men ketganimda. Mana bu darvoza ham Farg'ona Quvanik orqa ko'rinishi bu. Xudo xolasa kimga shunaqa sifatli darvoza kerak bo'lsa, Abdulhay darvozalarga murojaat qilaverasizlar. E'tibor bersanglar 1 2 3 4 5 6 ta zina bo'lgan. 1 2 3 4 ta zina bo'lgan bu. Nihoyatda ideal holatda chiqyapti. Darvoza o'zi ham bagati, serozniy chiqyapti. Sababi sho'talarga e'tibor berasizlar. Xudo xolasa sifatli darvoza istalgan tanishlarga shu videolarni tashlab qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, charchamani. Abdulhay darvozalar xizmatingizda.